Ushbu gapni writingda ishlatib, anchagina so'zingizni ko'paytirib olsangiz bo'ladi. But the bicycle has come a long way since the day it was invented by Kirkpatrick Macmillan back in 1839. Ya'ni 1839-yilda o'sha Macmillan tomonidan kashf etilgan kundan boshlab, ya'ni kundan buyon velosipedlar anchagina rivojlangan. Ya'ni bu yerda o'sha kunni o'zini ta'riflash uchun juda ham bir uzun gapdan, ya'ni the day dan so'ng it was invented by Kirkpatrick Macmillan back in 1839. Bu yerda shunchaki since 1839 demayapti-da. Bu yerda yana ham bir o'sha ma'lumotlar bilan kengaytirib, ya'ni ko'proq ma'lumot orqali chiroyli yozsangiz bo'ladi. Writingda ishlatishga ajoyib g'oya. Writingda ishlatishingiz uchun ajoyib formula. Many of the Native American families liked Cabeza de Vaca because he was able to bring them items they could not find at home. Ya'ni ko'pgina o'sha nativ amerikanlik oilalar o'sha Cabezani yoqtirardi. Chunki ular uyda topa olmaydigan narsalarni olib kela olardi. Ya'ni bu yerda o'sha itemsni o'ziga they could not find at home deb ajoyib bir ta'rif bilan ishlatib o'tib ketgan. Bu formulani agar yaxshi o'rganib olsanglar, writingingizga juda ham katta foydasi bor. Misol uchun, I can give you a book you cannot find anywhere. Ya'ni sen topa olmaydigan kitobni men senga berishim mumkin deb o'sha writingingizga ajoyib ishlatsanglar bo'ladi.